Kecha Turkmanistonning Alazar shahrida bo'lib o'tgan sammitda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari kun tartibida juda ko'plab masalalarni ko'rib chiqdilar. Biz uchun eng esda qolarli masalalardan biri bu mintaqaviy xavfsizlik masalasi. Bugun mintaqada 74 million aholi yashamoqda, ularning juda ko'pchiligini yoshlar tashkil etadi. Agar mintaqada yaxlit xavfsizlik tizimi yaratiladigan bo'lsa, ularda barcha masalalar birgalikda mana shunday hal etiladigan bo'lsa, albatta bu yoshlar uchun ham juda muhim o'rin egallaydi. Bundan tashqari, bilasiz, har bir mamlakatda parlamentlar juda muhim ahamiyatga ega, vakillik demokratiyasining belgisi hisoblanadi va kechagi forumda Markaziy Osiyo parlamentlari forumini tashkil etish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Yoki istalgan bir mamlakatda ayollar bugun jamiyatimizning 50%, ya'ni kim eng katta qatlami hisoblanadi, ularning huquqlarini, Markaziy Osiyodagi ularning faolligini ta'minlash bo'yicha ham uchrashuvlar, konferensiyalarni tashkil etish masalalari ham ijtimoiy faollikni, Markaziy Osiyoning rivojlanishida bir muhim turtki bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari bir masala juda ham alohida tilga olindi. Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro tashqi savdo aylanmasining bor yo'g'i 9% Markaziy Osiyo davlatlari bilan birgalikda. Bu juda ham kam ko'rsatkich hisoblanadi. Agarda biz O'zbekiston prezidentimiz tomonidan kecha sammitda bildirilgan tashabbuslar amalga oshadigan bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlarining yalpi ichki mahsuloti 15% ga oshishi kabi prognozlarni, istiqbollarni xorijlik ekspertlar ham bildirmoqda. Agar biz transport koridorlarini qiladigan bo'lsak, iqtisodiy zonalarni ishga tushiradigan bo'lsak, ya'ni kim erkin savdo muhitini yaratadigan bo'lsak, bunda har bir davlat o'zi manfaatlariga mos keluvchi yutuqlarga erishadi. Shu sababli bu kabi sammitlar ekspertlar tomonidan ham va jamoatchilik tomonidan ham juda iliq kutib olindi. Mening nazarimda ushbu sammitda belgilangan vazifalar tez orada amalga oshadigan bo'lsa, O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham juda ham manfaatli bo'ladi.